Aziz bolajonlar, bugungi mavzumiz konstitutsiya baxtimiz qomusi ekan. Biz qonunlarimiz haqida o'rganar ekanmiz, birgalikda bilib olar ekanmiz. Konstitutsiya bizning eng katta qonunimiz. Eslab qolamiz, konstitutsiya 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. Bu yil konstitutsiyamizning necha yoshini nishonlayapmiz? 30 yoshini. Barakallah. Bu konstitutsiyamizda bizning, sizning, fuqarolarning majburiyat hamda huquqlari keltirib o'tilgan ekan. Kelinglar hozir bir metod orqali yana ham mustahkamlab olamiz. Esinglardami 5 barmoq metodi? Ha. Bunda har bir barmog'imizga bittadan moddani aytib ketamiz, ha? Ha. Ketdik unda, bosh barmoq. Tilginam sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi gun oftobi guloyi, yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan. qadr